Akamiz qarshidan kirib keldilar, xudo xolisa. Mashinalarni polni full variantda ishlatib beramiz. Bizga podpiska bo'lgan ekanlar. Videolarni kuzatinglar, mana ketgan narsalarni alishtirib full variantda ishlatib beramiz. Mashinamiz benzinda yurmayapti. Aborotlar titrab o'chib qolyapti. Mana shu boyagisi mana kelgan holati bilan mana hozirgi holatini ko'rishingiz mumkin. Hammasini bitta profilatiga qilib, izolyatsiya o'rab, akkuratni qilib yig'ilyapti mana. Cho'tki qilib yig'ilyapti. Mana mashinamizdan simlari polni o'rgimchini inib bo'yotibdi mana. Ko'rishingiz mumkin mana. Bu yoqda ham o'rgimchi bor ekan, haqiqiy o'rgimchi mana. Ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik negativli aytishyapti. O'rgimchini inib bo'yotibdi deb aytasiz deyshadi. O'rgimchi ko'rinmayapti deyishadi. Mana o'rgimchi. Yurganda shu mashinamizda, mana shu mashina yurgan mana. Simlarning holatini qaranglar mana. Klemalarni mana. Bular hammasi mana yorilib, bular zamikat qilib yurganda mana. Mana shu holatda yechib oldik mana. Starter ham yechdik mana. Bu klemalarni hammasini keyinga qo'yamiz, bo'lmasa simni tayyor bo'ldi. Xolis olib chiqib sanoqqa qilamiz. Eski holati bilan hozirgi holatini ko'rib olishingiz. Kuzatib boringlar, bitokkan holatlarni qo'yamiz. Mehr bilan yig'ilyapti mashinamiz mana. Videolarni kuzatib borsanglar, bitokkan holatlarni ham qo'yib boramiz mana. Ideal holatda yig'ilyapti mashinamiz. Mana bu taraf erib, yonib ketgan ekanda mana. Gitara narsalar erib, yonib ketgan hisobiga dvorniklar ham ishdan zamikat qilib, hamma yoq mana shu odam bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Putlarni shu ustunovga qilib, rollarni g'ichillamaydigan qilib, gitaralargacha qo'yib qo'ydik. Motorlarga chuvib beramiz. Bizda ponni remont qildirsanglar, motorlarga chuvib beramiz mashinani. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Bu mashina signalizatsiya ustunovga qilib berdik. Zavod ashiylari bilan qilib berdik. Bu mashinadan elektr oborotlarni yig'ib berdik. Simlarni to'g'irlab berdik. Mashinamizda gazda bo'lgan, gazlarni yechib tashlab, ponni mashinaning simini to'g'irlab, injektor simlarigacha qilib benzinda yuradigan qilib berdik mashinamizni. Bu mashinamizda tarp etgan ichlarni to'g'irlab berdik. Ketgan simlarni alishtirib berdik. Tablolarni boshqa qo'yib berdik. Tablolar ishlayapti mana, faralarigacha ishlayapti, rushnoy svetlarigacha yonib o'chyapti mana. Avariykalargacha yonib o'chyapti. Magnitofonlarni ustunovga qilib berdik. Tumbalarni perikiturlargacha qo'yib berdik. Hamma shuni otsanglar mana salon asli shenalarigacha yonyapti, oynalargacha ishlayapti mana, tushyapti mana, ko'tarilyapti. Bu mashinamizdan ponni yig'ib berdik. Mana orqa faralari yonyapti. Patfanning nomerasi shenalarigacha, zadniylarigacha yonyapti. Mana nomerlarigacha yonib o'chyapti svetlar. Mana bu yoqda shuni ham ochib ko'rsatamiz. Bu yoqda shuni ham mana kulchatirlari bor, mana tushyapti, ko'tarilyapti. Mana tarp etgan tengini ko'rishingiz mumkin. Umuman ortiqcha sim yo'q bu mashinada. Kelgan holati bilan hozirgi holatini ko'rishingiz mumkin. Hamma shuni otsanglar mana salon asli shenalar yonyapti. Mashinamizda ponni full variantda yig'ildi. Yana bir marta motorni atsaklarini ko'rsatib o'tamiz. Gazlarni oldirib tashladilar akamiz. Faqat benzinda yuraman deb aytdilar. Ketgan simlarni alishtirib full variantda ishlatib qo'ydik. Oldi faralarda mana ledlargacha yonyapti, avariykalargacha yonyapti. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar bo'lsa, tezda akkuratni, sifatli qilib elektr montajini ponni full variantda qilib beramiz. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Birinchilardan bo'lib ko'rasizlar, YouTube kanallarda, Telegramlarda birinchilardan bo'lib ko'rasizlar, videolarni kuzatib boringlar. Okamizga yo'lga chiqib ketadilar hozir. Oq yo'l tilaymiz, salomat bo'linglar, yaxshilikda ko'rishinglar.